Misildim aytıyorsunma uruq. Misildim dem, hazır Serkon qayerga deb o'ylayapti-man. Bu ish qaysining g'am tortishining oshdi yo'q. Yo'limiz ravon bo'layli. Yana maqadagan bo'lsa, kelib arinib ketdim. Az gap qilib yo'lingma. Simba! Qumliqdagi bo'stonliqqa keldik. Bak yaxshi bo'ldi. Aram olaylik-chi. Bu yerda yumran o't cho'p ham suv bor-ku. Bo'ladi, shunda qilaylik. Hammaylar ozroq aram olaylik. Chidamay qoldim. Top o'ynaymiz. Hay Semiz, nima qilyapsan? Nimishqa bu yoqqa kelib aram olmaysan? Biz qatarga yo'l qilgandaglik qilamiz. Yanılı şu 6. sezgin dep bergende qachon a? Bugun sizlar Karolni ko'rdinglarmi? To'g'ri deysan. Yo'q. O ne dedi? O bak eliga, men bilmaydiganman. Tarizimcha o qochib ketdi. Hemen kokusu yağı tapdım. Mizdikken çıkıra kakay bulam da iştihana açıdı. Yitem de toyğda kızalanmışak bulmaydı cumu. Ko'nglimiz bir narsa yeyishga totmayapti. Mayli. Nima gelmeniz halbiyip gitti Allah. Qo'shinimizdan bir xoin chiqdi. Kimken hayli qilgan? Karotinaga oshib qochib ketdi. Xotirjam bo'linglar. U degan ko'zoynak yilonni izlab ketdi. Esindimi? U degan ilon podshoyi. Bu gapingcha ko'zoynakli ilonlar qo'shinimi bizga yordam berdi ekanda? Tamamen to'g'ri qadrligim. Men de qo'shib ketdim. Bu ya Simba bilan uning do'stlari aram ilayotgan joyda qiladi. Karl. Karl. Bizga nima xo'sh xabar olib kelding? Tezligina Karl. Ko'zoynakli ilon xatamni topshirib elib, ichidan so'yinib ketibdi. U biz bilan uchrashish uchun kelib etibdi. Degine, ko'zoynakli ilon podshoyi hiliq oq ko'zoynakli ilonni tonamdi. Ularda qanday munosabati bor ekan? Hiliq oq ko'zoynakli ilon podsho ko'zoynakli ilonni ufqisiga. Unda bo'lsa oq ko'zoynakli ilon nimishqa bizga hujum qiladi? Oq ko'zoynakli ilon vahshiy bo'g'ishqa jamoat dedigilar uni qo'g'li tutgan. Mush ish to'g'riliq u meni izdigan ekan.
Agar podshoh ko'zoynakli ilon uni o'ltirayotganimizni bilib qolsa kerak yo'q. Men sizlarni qo'g'dash uchun uni o'ltirgan tursam. Unda bo'lsa hammamiz berib ko'zoynakli ilon qo'shini bilan uchrashaylik. Albatta, men sizlarni qo'g'dayman. Sizlar Simbalar bilan uchrashmoqchimi, ha? Bunun kulgidak nemisi bor? Mana bu o'zligidan to'g'ri tushish deydi. Bilmanglar, harakatimni masxir qilishinglarga yo'l qo'ymayman. Agar salla ma'qul desang, uningdan yuz o'rsang bo'ladi. Undan bo'lmasa, aqizlalik ilondek go'zal o'lib tutib bersa, shu. Nemishqa oq ko'zoynakli ilonni tilg'ab qoldim. Bir falokatga yo'liqqan o'xshamamdi, ha? Men uni o'ylasam, butun badanim bezgakdek titrab ketdi-da. Onunga nima bo'ldi? Tezda, bo'lmasa sana yuz xatir qilmayman. Uningga ajab ko'ngil bilib ketibsan-ku, tonimsan? Ha? O mening ukam. Tez et, o nerede? Uning nadaligini bilgin bormi? Bilishimcha u hozir timsohning qo'sqig'iga kirib bo'ldi. Kimning qilgan ishi bu? Kim bo'lmoqchi edi? Sen uchirishga oldirgan Simba bilan Karlning ishi bo'lmamdi. Aliylari chaqirganmidilar? Oq ko'zoynakli ilonning qandoq o'lganligini bilsan-ku, debba. Shu kuni ko'rgan ishlarimni o'ylasamla qo'rqim keladi. Yuragimga pichoq tiqqandekli bo'ladi. U bek fojialik o'ldirildi. Aslida ko'zoynakli ilon Bimboni qo'g'lab ketayotgandi. U og'zidan o't purkidi. Itunglar! Ko'rganlarim mushu. Oq ko'zoynakli ilon uchun intiqom olaylik. Oldirma. Etqina ko'zoynakli ilon shu topda qandoq qilay deyapsan? Ukam uchun intiqom olaman. Simba bilan xoin Karlni qattiq jazolayman. Bizning qo'shinimizga kirgan Simba bilan agash kuchlilarini hisob olamiz. Qara. Bu yayloq kelgusida bizga mansub bo'ladi. Uni birlikda idora qilamiz. Bu quloqqa xil qo'sha qilgan gapga. Men o'yinni paqay. Ben to'la ishkilanma, Simbaning gap uni o'zimni egallayman deydigan bo'lsang, yaxshi fursat. To'g'ri, o'mlab parda qallamasang, haragas xatarga uchirmaysan. Ajab uyqum ketdi. Voy ya. Xapmaysan. Uning kulgisi zardamni qaytib etdi. Hech qisi yo'q. Uning kulgisi mening bu quyuq chechimni tish turg'izibdi. Qandoq qilay deyapsan? Aldirmay tur. Sana cho'qim deb beraman. Endi menga va'da qilgan ishingni hargiz unutib qolmaychimi? Unutib qolmayman. Xotirjam bo'l. Ket. Gözümden Allah ahır uyandım.
nima uxlab qolgandimmi? O'zining uxlab qolganini bilmaganini qaranglar. Semba yo'lga chiqibdi. Ular ana. İntikam için intikam alaydı. Yürüyün la. Neymiş tuyuksuz toktap kalısan? Desret gel tas kaldım. Xasetlik seret qarğına. Esimiz. Tez qarğına. Bu laqra. Ani bode kallanqa yana yaman xiyal kep qadima. G'alati ish tez qara. To'xtayli. O'rnimizda aramalayli. Bilan gap bo'ldi. Yerib qaqatdi. Oh, nima degan issiq faqatcha deganmidim. Sen bormi sikatda yoqcan. Chaqmoq tez tuta. Endi pospa. Top oynash mahorating xeyli yaxshi ekan chaqmoq. Ajab ishqo, ko'zoynakli ilon nima ishqa tegish kelmaydigandi. Nim bo'lgandi? Birdamga chikilanmasa, cho'qim chataq chiqdi. Balkim seni o'ylaganlaring to'g'ridir. Bimbo. Sen qarab baxib kelib bir ashya bo'amki. Ma'qul. Menda bir g'alati sezim paydo bo'ldi. Simba deyishing kerakdi. To'g'ri shunda qilay. Simba. Sizlar nima ish qaramaysizlar? Shuni sezib qoldimki, hozirlik xatarga yo'liqadi ekanmiz. Nima? Qanday xatarga yo'liqadi ekanmiz? Tezligini. Aniq bir narsa beramayman. Ammo nima ishqinalik xosiyatlik sira tasattur yurib ketdi o'tan. Menga oyatga cho'plab midirlayotgandek sezilyapti. Bir chataq chiqmasa bo'ladi-ku. Rastlı biraz ansirayotiman. Hay. Nima ish qilyapsizlar? Hay, dengiz qaroqchilari. Sizlarga zoda nima bo'ldi? Chiroyinglar tutilib ketibdi-ku. Sizlarni azaldan mundaqan biz taqmagandiku. Biz birda tesh qo'ysak o'yinini o'ynaymiz. Zoda nima bo'ldi? Sen de baqina. Cho'plar midirlasa, nima deb bisharat berdi? Tepishmoqqa bu. Bu degan jiddiy masala. O'ylab baqay. Belki oddiy ish ekan-ku. Tezligina. Pek oddiy. Cho'plikka cho'qim ilon yushinib oldi. Buningdan boshqa nima bo'ladi? To'g'ri degan cherchi cho'qim shunda. Cherchisa yana cherchi. Cherchi ilon bakan. Meni qo'ylar. Cherchi meni qo'ylar. U cho'qim ko'zoynak ilon. Sen xabar qilma, meni qo'ylar cherchi. Qo'ylar. Ko'zoynakli ilon xoinlik qildi. Tez bo'l, cho'pqir hayvonlar ko'proq ehtiyot qilsin. Ma'qul. Endi o'yinni oxirlashtirayli. Ko'zoynakli yılan Sembaga tuyuqsiz hujum qiladi. Endi ularni yo'qotalaydi. Sembaning go'shi. Sembaning go'shi chiqib tatli. Sembani qo'shindagilarning hammasi chertib to'g'ri bildan yetib ketibdi.
Şundaqlıqıga aqıl sığmaydı o. Bak eniq. Sile tasavvur baykella alileri. Doğra, sen bana yalma ötüşni oylasamla hoş bop ketdim ben. Çöplükte yatma la! Tez! Tez kaçın la! Derya boyu verin la! Tez derya büyük verin la! Çöplük gözenek giren bakçı! Bizge hücum kılmakçı! Tez kaçın la! Köpçülük tez kaçın la! Çöplükte tezgah çakmak! Gözenek giren bizge asilik kıptı! Hey sen imiş kılmakçı! Biraz taş derim! Güzel ilgiyle atay değme! Bir body katkı! Gözeneklik ilan bizge asilik kıptı da! Manatoya! Yaxşı, yaxşı! O güzellik silahı dərd etkizip de ködün basımız ha? Cüre bir kürpe kaybedecek! Hay, deniz kalkçıları! İhtiyat kılınla, gözeneklik ilan sizlerge hücum kılışı mümkün. Nege barıslar munda kımağla, takatları! Devatkan gepini ama katladı qoğuk kalamdı. Çakmağına güzellik silahını qandaq yengeligini körüp almakçımız. Nime? Çakmak gözeneklik ilanı yandı mı? Ha, toğra, o onun kuyruğunu tok çıkarıp hücum kıldı, bana batak. Sen tügeçtin. Bizge asilik kıldın, bu hain. Ben senden kıymadım. Ben hiç kimge asilik kılmadım. Sen tıkanını öldürüyüp sen koy. Nime? O uçığı çıkan hiligen öz koyulgan oruğu öz düştü. O muhtehem tegeçlik cezasını yedi. Ben kısas alımen. Çokum alımen. Ama sen sinema ufkanı kışık evetey. Sen mi saklanmaysın? İhtiyat kıl Karel, onun közüge karma! Yok Karel, közüngni ip kaç! Kutkuzumla! Kutkuzumla! O Özgür, onu ver bir yardım kılaylı. Tez baraylı. Karı, gözünü tez aç. O sana okul düşünürünü ışıldatıdı. Tez onu yerden koyardan kılaylı. Tez kılaylı. Tez bulaylı közün eşkilakta kabul turuşun amanı tapaylı. Cino tumşoğuna hep kaldı. Sen de cemaatimizi çıkıp münafık.
Öle. Mana bu senin şermende akıbetin. Karl, to'xta, uni o'ltamagin. Uning bir hayot qo'yilib bergin. Nemishqa o'ltamaymiz ba? Uni qo'yib et. Qo'yib bersak bo'lmaydi. Onu da koyuversen. Onu koy bebeli. Nemishqa qo'yib beramiz? O degan xoin o'lish kerak. Buni sen bilasan-ku. Uni o'ltirib zaminimiz hargiz xotirjamlik yo'q. Hayot qo'ysak, ko'zoynak hilolar buni da savoq qilishi mumkin. Ha? Endi geçti. Meni sen qutqizib oldingmi? Hayırlarga ölüm cezası berdiganligini o'zing obdan bilasan-ku. Hayır cezalaydı. Münafıklar cezalaydı. Agarda biz bilan fikrdosh bo'lmaganlar bayqalsa, ularga rahmsizlik qilishni xohlamayman. Hatto jinoyat o'tkazganlarni jazolashni qo'llamayman. Seni qo'yib berib, surgun qilishga hukm qilaman. Qilgan atganlaringga qattiq tovuq qilgin. Cezalaydı. Hadi cezalaydı. Mana bu aqlani qaror bo'ldi. Cho'ng oyoq yulduzlar turkumining xislat kuchiga rahmat etaylik. Xayrlarni qo'g'lib bitaylik. Danishmand Sinba bilan uning hamrohlari o'zlari orzu qilgan podshohligini qurish uchun nurg'ilgan jafo mushaqqat va xiyn xatarlarga duch keldi. Ular xoinning yuz o'rganligi tufaylidan falokatga yo'liqqili tasli qoldi. Ularning bundan keyingi taqdiri qanday bo'ladi? Buni keyingi qismdan ko'ringlar.